Cristiano Ronaldo. Half an hour to go. Hold onto your hats. It is the debut. The man who only signed 3 days ago, the 18-year-old Cristiano Ronaldo, is coming on for Nicky Butt. Well, we've been talking about him all week, Steve. I think the crowd have got that excited. They're expecting miracles off this kid. But we know he can perform. The performances we've seen him do. Cristiano Ronaldo 1985-yili 2-ayning 15-kuni Portugaliyada tug'ilgan. Portugaliyaning Lisbon komandasida futbol hayotini boshlagan. Dadasidan kichik ayrilgan Ronaldo va oilasi nurg'un jafolarni tatgan edi. Texnikasining yuqori bo'lishi, o'sib o'tishi, hujum qilishi saviyasining yuqori bo'lganligidan faqat 1 yil ichida Yevropa komandalarining diqqatini tortgan edi. 2003-yili hamdala 18 yoshga kirgan Ronaldo Alex Fergusonning qattiq talab qilishi bilan Manchester birlashmasiga qo'shilgan edi. 5-gacha bu yerdagi 6 yil vaqt ichida komandasi uchun butun chempionlik loqisini va o'yinchi sifatida erishga tegishli butun shuhratlarning hammani monopol qilgan edi. Buninglik bilan pasatmagan Ronaldo 2009-yili texim yuqori pallaga yetish uchun Xon jamiyati Madrid komandasiga qo'shildi. Madrid komandasidagi 6 yil ichida 292 maydon o'ynab, 311 top urib, yangi rekordlarni yaratgan.
Әмма уның бірден-бір рақибі болған Месси қадамларını тоқтатay demeydi. Kim bilsin 12 yıl futbol sahasida birinchilikni talashadiganligini. Dunyoda faqat birla birinchi, ammo ikki topchi. Messi bo'lmagan bo'lsa, Ronaldo'ning bu darajaga kelishi mumkin bo'lmagan bo'lardi. 35 yoshga kirgan Ronaldo g'alaba qilish g'oyasini Italiyada davomlashtirmoqda. Mayli nardili bo'lsa, qulluq a'zo bo'lgan Ronaldo bu yerdami o'z tarixini yozmoqda. Davlat komandasi bilanmi eng yuqori pallaga yuksaldi. It's looking us right. Can't get you out of my sight.